Chalg'imagan mirzodam. Jangda chalg'ish yaramaydi. Xazon yaprog'i yanglig, gul yuzing hajrida sarg'ardim. Ko'rib rahim aylagil, ey lola ruh, bu chehrai zardim. Sen ey gul qo'ymading sarkashligingni sarvdek hargiz. Oyog'ingga tushib barga xazondek oncha yolvardim. Ajoyib ash'or. Lekin men she'riyatdan ko'ra qilichbozlik qilishni afzal ko'raman. Jangga tayyormisiz amirzodam? Tayyorman. Amirzodam, amakingiz Ahmad Mirzo lashkar tortib kelayotganmish. Mana 2 kundirki yuragim og'riydi o'g'lim. La'nat bo'lsin Shum Ahmad Mirzoga. Chorgirdida xonliklar chishqayrab turganida kuchi jiyani Zahiriddinga yetibdi-da. Onasida og'zidan ketmagan norasidaga qo'l ko'tarishning oqibati yaxshi bo'lmaydi. Ulug' ona, duoyi fothangizni olgani keldim. O'g'lim, ilohim boshingiz toshdan bo'lsin. G'olib qayting. Amirzodam. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Keling, amirzodam. Ahmad Mirzoning lashkari harakatda ustoz. Nima? Ular yaqinlashmoqda. Men esa hali hamon nima qilishimni o'ylayapman. Amirzodam, bir yo'li bor. Qani! Olg'a! Olg'a! Yanchib tashlaymiz. Jangga! 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 Olg'a! Olg'a! Jangga! Olg'a! Yanchib tashlaymiz. Mana senga! Mana senga! O'ldiraman! Mana bo'lmasam! Sen nima shoshmaysan? Ko'prik to'sinlarni buzinglar! Qochma! Ko'prik qulayapti! Kamonlar otilsin! Otoch! Bortga kiramiz! Qaytamiz!
Bu qanday sharmandalik! Yoshgina go'dak shunday mahorabada meni chuv tushirsa-ya. Teoradingdan. Joningni omon saqlashni istasang, sulhga imzo chek. Ota yurtga, ona zaminga boshqa qilich ko'tarib kelmaysan. Imzo qo'y. Amirzodam, she'r yozdingizmi? Ustoz, kelganingizni ko'rmay qolibman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ustoz, nimaga odamlar faqat yer talashar ekan? Tinch xotirjam yashashsa bo'lmasmikin? Hamma sizdek o'ylaganda dunyo boshqacha bo'lgan bo'lardi, Amirzodam. Bilurmen, she'riyatga oshnosiz, lekin yomon niyatli kishilar tinch totuv o'lkamizga egalik qilmasliklari uchun davlat mavqeini mustahkamlashingiz lozim, Amirzodam. Afsuski shunday. Yod etmas emush kishini mehnatda kishi, shod etmas emush kishini g'urbatda kishi. Bu bola yillar o'tib buyuk davlat arbobi, Boburiylar sulolasi asoschisi, mutafakkir Zahiriddin Muhammad Bobur bo'lib, dunyo tarixida o'z izini qoldirdi. Uning Boburnoma memuar asari tarixshunoslikda ham katta manba bo'lib xizmat qilib kelmoqda.